Bugun Farg'ona tumanidan bir guruh hojilarimiz muborak haj safariga yo'l olishdi. Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Hozir mana Farg'ona tumanidan bir guruh hojilarimiz muborak haj safariga yo'l olishgan. Hozir ulardan haj safarlari haqidagi taassurotlarini so'rab bilamiz. Ketdik. Assalomu alaykum. Hoji tog'a yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Rahmat. Mana haj safariga ketyapsiz. Bundan taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlarimiz juda buyuk, juda yaxshi. Chunki bundan ilgari sayozli vaqtda bu viloyatimizdan bo'lmasa O'zbekistondan yo bitta yo ikkita, uchta odam borardi. Mustaqillik bo'lib, vatanimiz ozod bo'ldi. Mana ota-bobolarimiz borolmagan joylarga mana endi bizlarga nasib qilib ketyapmiz. Bu hajda avvalo yurtimizning tinchligi, prezidentimizning tutib borayotgan yaxshi siyosatlari, yurtimiz mana obod, tinch, yurtimizni Parvardigor tashqi, ichki dushmanlardan Xudo o'z saqlasin. Bu bo'layotgan yaxshilik kunlarda bundan ham ziyoda qilsin. Fayz, baraka ato qilsin yurtimizga. Yurt boshimizni ham tanjondan sog' qilsin, ishlariga rivoj bersin. Diniy ulamolarimiz ham tanjondan sog' qilsin, dini islomimizga quvvat bersin, shariatimizga rivoj bo'lsin. Shu yurtimiz qachonki shariat bilan borib boradigan bo'lsa, tinchligi ziyoda ortib boraveradi. Alhamdulillah, Xudoga shukr, bu kunlarga yetkazganiga shukr qilamiz. Doim yurtimiz obod, osmonimiz musaffo bo'lsin. Roh-rosta hidoyatda, ahli islomda barqaror qilsin. Bola chaqalarimiz ham hammalari eli yurtini xizmatini qiladigan, dini millatini xizmat qiladigan, ota-onasini xizmat qiladigan solih farzandlar bo'lmoqqa Xudo muvaffaq musharraf aylab, qilayotgan ibodatlarimizga Parvardigor salomat borib, salomat kelib, yaxshi yana shu el yurtimizda yaxshi xizmat qilishga Xudo muvaffaq qilsin. Salomat bo'linglar, rahmat. Sizdan salomat bo'ling. Hoji tog'a, sizga ham gaplaringiz bormi? Shu inash kifoya, Xudo xolasa otamiz gapi. Hoji tog'a. Assalomu alaykum. Hoji tog'alar, yaxshimisizlar? Ha, rahmat. Mana hozir haj safariga ketyapsizlar. Bundan taassurotlaringiz qanaqa, Hoji tog'a? Juda ham ulug', hammamiz hozir hayot quvonchlaridan quvonib turibmiz. Mana yurtimizdagi yurtboshimizga, tuman boshliqlariga, viloyat boshliqlariga, prezidentimizga rahmat. Mana shunday sharoitlarda qilib bizni o'zini ibodatida bardavom bo'lishimizga kuch-quvvat bergan Allohga hamd sanolar bo'lsin. Bular mana duolarimizni eslaymiz. Hammalariga Alloh qo'llab-quvvatlar, hammalarimizga dunyo ummatlari qatorida qo'llasin, quvvatlasin, ilm, bilim, kuch-quvvat, tanijonlarimizga sog'lik, salomati bersin. O'zini ibodatida, o'zini zikrida, ne'matlarini shukrini qoyim qilishga hammalaringizni qodir qilsin. Allohu akbar. Katta rahmat. Endi hoji onalardan ma'lumot olamiz. Orqaga o'ting. Bunaqa o'tolmaysizda sizlar? Yuringda orqaga mayqqa o'tamiz. Yuri aka. Birinchi reys 3-da bo'lgan. Kimdan so'raysiz? Assalomu alaykum, hoji tog'alar, yaxshimisizlar? Mana haj safariga yo'l oldilaring, bundan taassurotlaring qanaqa? Xudoga shukr, yaxshi, nasib qilgan ekan ketyapmiz. Siznikichi? Juda shukronamiz, mana juda xursandchilik bilan davlatimizga katta rahmat. Prezidentimizga katta rahmat. Mana yangi O'zbekistonda aholiga juda sharoitlar yaratilyapti. Bu sharoitlardan biz juda xursandmiz, minnatdormiz. Katta rahmat, salomat bo'linglar ham.
Endi xojonalarimizdan. Xojonadan intervyu olsak mumkinmi? Assalomu alaykum, xojona, yaxshimisiz? Alaykum assalom, bolajonlarim. Haj safarga yo'l oldingiz. Bundan taassurotlaringiz qanaqa, xojona? Voy bolajonim, o'zimda basman. Bilasizmi biz bergan arizamiz juda uzoqda keldi. Ko'z o'ngimizda orzu qilib kutib kunlardi. Alloh ko'rsatganiga shukr. Alloh bizning rizqimizni qo'shdi. Qolaversa, bolalarimiz mana shu rizqimizni qo'shgan joyga imkonini qilib jo'natishdi. Alloh hammasidan rozi bo'lsin. Davlatimizdan minnatdormiz. Prezidentimizdan minnatdormiz. Davomli bo'lsin. Yo'llarda ochgan prezidentlar bo'ladi. Ular sog' bo'lsin, bunaqa ishlari davomli bo'lsin. Safar ketayotgan guruhdoshlarimiz omon bo'lsin. Hammamiz safarimiz bexatar bo'lib, haj ibodatlarini to'la-to'kis bajarib kelishlik hammamizga nasib qilsin. Shu sizlarni ham shu mehnatli rohat bo'lib, hammamizga bosh bo'lib borib kelishlik, guruhimizni mana bu boshliqlariga, rahbariyatimizga davomli bo'lib sog' bo'lishaversin bolajonim. Gapiring siz ham. Ilohim shu ko'pchilikka qo'shganiga Allohga hamd sanolar bo'lsin. Mana ko'p qatorda bu yoqqa ketyapmiz. Xudo bizni hajimizni oson qilsin. Sog' salomatlikda borib haj amallarini to'la-to'kis bajarib, yana yurtimizga sog' salomat kelish nasib qilsin. Borganimizdan keyin faqat ibodatda bo'laylik. Doimo shu zikrda bo'lib, o'sha yurtimizni, xalqimizni nomiga o'shalarda duoda bo'lib kelish hammamizga nasib. Bolalarga xizmat qilayotgan sizlarga boshimiz yerga tekkincha ta'zim qilamiz va duoda bo'lamiz. Biz yolg'on chiqib qo'ymasin, duolarimiz Alloh ijobat qilsin bolam. Sog' salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar sizlar ham. Assalomu alaykum. Xojonalar, yaxshimisizlar? Bitta intervyu olsa bo'ladimi sizlarda? Uni xo'jayinim yaxshi gapiradi. Ular davolli gapirdilar. Xo'p, taomlamizmi? Assalomu alaykum. Kim gapiradi? Sizlar gapirasizlarmi? Assalomu alaykum. Ustalar, yaxshimisizlar? Alaykum assalom. Haj safariga ketyapsizlar? Mana safarga Xudo xolasa nasibimizni qo'shib ketyapmiz. Alloh o'sha joylarga borib, amallarni bajarib, to'liq bajarib, yana sog' salomat o'zimiz yurtimizga qaytib kelishni Allohim nasib aylasin. Katta rahmat. Siz ham gaplaringiz bormi? Yo'q, gaplarim shu endi qo'shilamiz shular gapiga. Katta rahmat. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana haj safariga yo'l oldilaring, bundan taassurotlaring qanaqa? Zo'r. Ha, hoji albatta juda go'zal. Xojonalardan ol. Vallahi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Shu haj safariga yo'l oldingiz, Xudo xolasa bundan taassurotlaringiz qanaqa hodisa? Alhamdulillah, Alloh taolo har bir bandani mana shu kunlarga Alloh taoloning farzini ado qilishga hammaga nasib qilsin. Inshaalloh borib Allohning buyurgan amallarini bajarib, il haqqa ko'p duo qilib, har bir bandani Alloh taolo o'sha farz amalini qilishga qodir qilsin. Jazakumulloh. Taqabbalalloh. Assalomu Men qanaqa gaplar? Hammani o'shalarga borib tilakni Allohim o'zi nasib qilsin. Hamma o'zi Allohim o'zi oson qilsin. Hoji ma'rurlardan bo'lib amallarni yaxshi bajarib kelishini Alloh nasib qilsin. Hammaga nasib qilsin Alloh. O'z dargohidan qabul qilsin. Allohimga shukrlarga yetkazganiga shukr Alloh. Rahmat. Olakangizni qanaqa istoriyami ma'lum qo'lingiz bitta qo'yingiz ushalasiz. Ilohim har safarlariga borib, eson-omon salomat, hajlarga yetib olib, tavoqlarni qilib, yaxshi amallarni bajarib, sog' salomat, yana endi yurtimizga qaytib kelishlikka Allohim nasib qilsin, kuch-quvvat bersin, tana jonimizni sog' qilsin, Alloh panog'ida bo'lib, sog' salomat yura amallarni yaxshi chiroyli bajarishni nasib qilib aylasin. Siz gaplaringiz bormi? Bismillahirrohmanirrohim. Avvalo yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Prezidentlarimiz omadini bersin, sog' bo'lsin prezidentimiz baxtimizga. Oy boru avonda sog' bo'l salomat yurtimizga qaytib
payg'ambarimiz salomlar yetkazib Baytullohda yurib Safa marosida Ibrohim Halillohga namozlarni o'qib yetib kelish nasib etsin. Sizlarga omadlarini bersin. Baxtli, taqli bo'lib, farzandlaring Ka'baga imom bo'lsin, qori farzandlar ato qilsin. Katta rahmat aytganingizga hozir. Assalomu alaykum hojijonalar, yaxshimisizlar? Mana Xudo xolasa hammalaring mana haj safarga yo'l oldilaring, taassurotlaring qanaqa? Mana hojona sizdan boshlasak. Taassurotimiz yaxshi, alhamdulillah. Allohga beadad, behisob shukr. Bizlarni shunaqangi Allohim o'zini betiga chaqirib, bizlar nasibamiz qo'shilib ketganimizga juda xursandmiz. Xudoya podshomizga tan joni sog' bo'lsin. Podshohlar Allohning yerdagi soyasi ekan. Podshomizga rahmat. Yonidagilarga ham mana tuman rahbarlariga ham, hammalariga Alloh rozi bo'lsin bulardan ham. Hammalarning qalblarida qanaqa niyatlar bo'lsa ortig'i bilan bersin. Bizlarni ham Allohim o'zini panohida sog' salomat borib, sog' salomat kelishlikni hammamiz o'sha yerda duo yurtimizni, mahalla kuylarimizni, xonadonlarimizni duo qilishida Allohim nasib ro'za aylasin. Allohim mana boshqa yurtlarda mana notinchlik bizda, biz jannat makon yurtlarda yashaymiz. Allohim Xudoya sizlarni ham tan jonlagan sog' bo'lsin. Mana bizni olib ketayotgan qori akalarni, bizni mana nima rahbarlarni, mana yonimizda yurgan harbiy nimalarni ham Allohim tan jonlagan sog' qilsin. Bizni shuncha himoya qilib chiroyli olib ketishyapti. Allohim yana qayta borishida Allohim hammamizga nasib qilsin. Allohim rahmat. Kim sizga tizimlar hojona? Bizga-chi? Hojonalar sizlarning gaplaring bormi? Assalomu alaykum. Avvalambor sog' bo'linglar, yurtimiz tinch bo'lsin. Shukrlarni ko'rsatganiga shukr. Alhamdulillah. Assalomu Xudoya ziyoratlarni chiroyli bajarib, yurtimizga, mahalla kuylarimizga, xonadonlarimizga sog' salomat kelishini Alloh nasib ro'za aylasin. Sizlarni ham ishlaringni rivojini bersin. Allohim prezidentimiz sog' bo'lsin. Shunday kunlarni ko'rsatganiga shukr. Bola chaqalarimiz ham sog' bo'lsin, yaxshi borib doya mukammal hojilar qaytib kelishni Alloh hammamizga nasib qilsin, sizlarga ham nasib qilsin. Sog' bo'linglar. Rahmat. Hojonalar sizlarda ham gaplaring bormi? Aytamiz. Taassurotlaringiz qanaqa hojona? Taassurotlarimiz hozir juda yaxshi. Hayajondamiz. Avvalo yurtimiz tinch bo'lsin. Bizlar shunaqa chiroyli qilib olib ketayotgan shu davlatimizni rahbarlariga, ishchi guruhlariga, hammalariga rahmat. Tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Xudoya bizning safarlarimiz bexatar bo'lsin. Sog' salomat borib, o'sha yerda ziyoratlarni qilib, haj amallarini bajarib, yana guruhimiz bilan qatorimizdan xato bo'lmasdan hammamiz xonadonlarimizga chiroyli bo'lib vatanimizga hojatda, hojona bo'lib qaytib kelishligimizni Alloh nasib qilsin. Sizlarni ham tan jonlaringiz sog' bo'lsin. Sizlar ham bizga o'xshab katta hojilarga borib hojatda, hojona bo'lib yurishlaringni Allohdan so'raymiz. Rahmat hammalaringga, sog' bo'linglar. Kattakon rahmat, salomat bo'ling hojona. Assalomu alaykum hojonalar, yaxshimisizlar? Mana Xudo xolasa haj safariga yo'l oldilaring, undan taassurotlaring qanaqa? Gapiring. Siz gapiring. Alhamdulillah, Allohim o'zini baytiga chaqirgani rost bo'lsin. Sog' salomat borib, o'sha yerda Allohning farz qilgan amallarini Allohga maqbul bo'ladigan, manzur bo'ladigan ibodatlarni qilishligimiz bizga nasib ro'za aylasin. Yurtimizga, xonadonlarimizga, mahalla kuylarimizga, hammalariga tinchlik, omonlikni bersin, fayz va baraka bersin. Alloh yurtboshimiz hammadan ham omon bo'lsinlar. Xudo alhamdulillah, men haligi Islom Karimovni ham eslayman doim namozlarimda ham. U kishi yo'lda ochib berishdi, bular davom ettirishyapti. Alloh asti ham adashtirmasin. Hamma O'zbekistondagi mana yo'lboshimiz pashomiz aytishyapti. Mirziyoyev nima bormagan qolmaydi. Hech ham bormagan qolmaydi nimaga? Hajga. Hamma borib keladi. Ilohim aytgan niyatlari amalga oshsin. Hamma borib kelsin. Rahmat sizlarga ham, sog' bo'linglar. Rahmat. Salomat bo'ling hojona.
Alaykum hojijonalar, yaxshimisizlar? Mana Xudo xolisa haj safariga yo'labsizlar. Bundan taassurotlaring qanaqa bo'lyapti? Taassurotimiz juda ham hayajondamiz. Allohga shukr, shukrlarga yetkazganiga shukr. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik sharoitlar qilib bizni shu haj safariga jo'natyaptilar. Allohga shukr. Hammalaring sog' bo'linglar. Tezorda e'tiborda ketyapmiz. Mana asal chiroyli hurmatlarida rahmat, shukrlarga yetkazganiga inshaalloh sog' salomat borib kelaylik. Biz yana chiroyli kutib olinglar sizlar ham. Katta rahmat, salomat bo'ling. Sizlarda qanaqa taassurotlar hojijonalar? Bizda ham yaxshi taassurotlar, hayajondamiz. Allohga shukr, mashg'ullarga yetkazganiga shukr deymiz. Bizni jo'natayotgan prezidentimizga, rahbarlarga hammalaring joni sog' bo'lsin. Xizmat qilayotganlarga ham hammasini tan joni sog' bo'lsin. Rahmat, sizlar ham sog' bo'linglar. Katta rahmat, salomat bo'ling. Hojijonalar, sizning qanaqa taassurotlaringiz qanaqa? Mana shu kameraga qarab gapiraverasiz. Boshab turaman. Taassurotlarimni hozir hech hislarimni ayta olmayman. Juda hayajondaman. Allohga shukr. Yetkazganiga shukr. Hammaga hajga borish niyatiga yetkazsin ilohim. Hamma shu baxtga erishsin. Ilohim. Sizlarga ham nasib qilsin. Aytganingiz kelsin, kattakon rahmat. Mana tog'a, mana haj safariga ketyapsizlar. Bundan taassurotlaringiz qanaqa? Nima bilasiz, taassurotlarimiz nihoyatda kattada. Biz bu haj amallari bajarishda necha yillar kutganmizda. Bizlar ota-bobolarimiz bu narsani orzu qilishgan edi, lekin ular ko'pchilik erisha olmagan. Lekin mana mustaqillik sharofatlilar bizga shunaqa bir katta imkoniyatlar yaratildiki, albatta biz bunga nihoyatda shukrona keltirishimiz kerak. Avvalambor nihoyatda yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, davlatimiz rahbaridan, prezidentimiz tomonidan bizga mana shunday chiroyli bir sharoitlar yaratib beribdi. Biz bundan benihoyat xursandmiz. To'g'riga shu kungacha bir ko'zimizga uyqu ham kelmay, o'ylanib turardik-da, shu kunga yetib kelarmikanmiz, borib kelarmikanmiz degan bir hayajon bor edi. Mana hozir birinchi qadamlar qo'yildi. Xudo xolasa nasib bo'lsa borib bir ziyorat qilib kelamiz. Albatta yurtimiz haqida duolar qilamiz. Albatta yurtimiz tinch bo'laversin. Kim qanaqa niyatlar qilgan bo'lsa, niyatlarni amalga oshaversin. Sizlarga ham rahmat yigitlar, sog' bo'linglar. Katta rahmat, hojijonalar, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Hojijonalar, yaxshimisizlar? Mana Xudo xolasa haj safariga yo'l oldilaring. Bundan taassurotlaringiz qanaqa? Xudo xolasa mana bizni ham o'sha yerga chaqirgan ekan, nasib qilsa ketyapmiz. Taassurotlar juda zo'r. Avvalo rahbarlarimizga, yurtboshimizga, rayon rahbarlariga sog'lik, salomatlik tilaymiz. Sog' salomat borib biz ham o'sha yerda yaxshi amallarni bajarib, kelib, yana duolarni qilib, hammamiz yana uchrashishga Xudo o'zi yo'l bersin. Sog' bo'laylik. Sizlarga ham salomatlik tilaymiz. Rahmat. Katta rahmat, salomat bo'ling. Kim boshqa Do'stlarga zarar yetkazmang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Mana Xudo xolasa haj safariga yo'l oldilaring. Bundan taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlar endi juda bir o'zimizga so'ra olmaymiz. Allohga shukr. Shunday kunlarda bizga ko'rsatganiga, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga dur salovatlar bo'lsin. Ana shu joylarga borib, ziyoratlarda mukammal qilib, yana o'zimiz yurtimizga duolar qilib, yurtimiz tinch, obod, musaffo bo'lishi uchun viloyat, tuman rahbarlari, yurtboshimizga avvalam ularga kattadan rahmat. Mana shunday bizga chiroyli bir ziyoratlarda tashkillab, hammamizga qulay sharoitlarda qilib berishgan ulardan Alloh rozi bo'lsin. Alloh hammalarimizni qilayotgan amallarimizni Alloh o'zi dargohida qabul qilib, chiroyli ibodatlarda qilaylik. Haj mag'rur bo'lib, ibodatlarimizga Alloh kuch-quvvat bersin, sog' salomat yana yurtimizga duolarda qilib qaytib kelaylik. Amin.
Allohu akbar. Rahmat sizlarga ham kalar. Sizlarga ham rahmat kalar. Biz ham qo'shilamiz shunga gapirishga. Allohu akbar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Mana siz tez tibbiy yordam xodimi ekansiz. Mana Xudo xolasa haj safariga ketayotgan hojilarimizni sog'liqlaridan o'zingiz xabar bo'lib turasiz. Bundan taassurotlaringiz qanaqa? Taassurotlarim juda zo'r. Mana xursandman mana shu nimaga kuzatayotganim uchun. Mana hamma xursand ketishyapti. Sog' salomat borib kelsin. Sog'liqlari joyida bo'lsin. Hammalariga omad tilayman. Safarlar bexatar bo'lsin. Xudo xolasa o'zingiz hammalarini sog'liqlaridan nazorat qilib turaman. Xizmatdaman shu yerda. Kattakon rahmat. Salomat bo'ling, charchamang. Hammamiz sog' salomatlikda, xotirjamlikda, xonadonimiz fayzli bo'lsin. Bolajonlarimiz topganlariga barakatlar yog'ilib tursin. Yurtimiz tinch bo'lsin. Osmonimiz musaffo bo'lsin. Hammamiz sog' salomatlikda yana yurtimizga qaytishlikda Alloh o'zi nasib aylasin. Ibodatlarimiz ijobatda bo'lsin. Alloh sizlarda ham tan jonlaring sog' bo'lsin bolajonlar. Umrlaringga, rizqlaringga Allohim o'zi barakatlarni yog'dirib tursin. Allohu akbar. Sizlar ham ota-onalaringizni shunaqa qilib olib borishda Alloh nasib qilsin. Alloh hammalarimizga kuch-quvvat bersin. Bunday shukrona kunlarga yetkazgan Allohga beadad hamd va sanolar, payg'ambarimizga durud va salovatlar bo'lsin. Alloh hammalarimiz ikki dunyoyimizni saodatli qilib, chiroyli holatda amallarni bajarishga Alloh o'zi kuch-quvvat bersin. Allohu akbar. Kattakon rahmat aytganlaringizga. Sog' bo'linglar. Hoji onalar mana Xudo xolasa haj safariga yo'labsizlar. Bundan taassurotlaringiz qanaqa hoji ona? Allohga hamd va sanolar bo'lsin. Yurtboshimiz salomat bo'lsin, shunaqangi chiroylik. Allohning inoyati bilan bizlarga sharoitlarni yaratib berganlarni oltin boshlari omon bo'lsin. Xudo taolo yigit boshlarini hamisha aql, ilmdan dunyo toji bilan siylasin. Yurtimizdagi barcha yigitlarga Xudo taolo omad bersin. Bizni jo'natayotgan yigitlarimiz, o'g'illarimiz, qizlarimizni Alloh taolo tan jonlari sog' bo'lsin, omad hamrohi bo'lsin. Shunaqa chiroylik Allohim sharoitni yaratib qo'yganlarga, orqamizdan shuncha izzat ikrom qilib yurgan yigitlarimizga omad tilaymiz. Ilohim ota-onalarini doimo izzat ikrom qilgan farzandlar qatorida, ota-onasidan Ka'bani oldida duo olgan farzandlar qatorida bo'lishlikni nasib etsin. Murodlariga yetsin hammasi. Alloh o'zi qo'llasin hammamizni. Chiroyli bo'lib, Allohning ana shunday sharaflangan uyida Alloh mehmon qilmoqchi. Allohning mehmoni bo'lishlikda. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning mehmoni bo'lishlikda. Alloh munosib ko'rganiga shukr. Sizlarning ham nomlaringdan chiroyli salot va salomlar aytishlik Allohning irodasi bilan, kuch-quvvati bilan nasib etsin. Safarlarimiz bexatar bo'lsin. Alloh gunohlarimizni kechirsin. Hamma onajonlarning tilaklarini Alloh ijobat aylasin. Hamma otalarning oltin boshi omon bo'lsin. Farzandlarni to'rida o'tirishlikda Alloh nasib etsin. Yana qaytib kelib, yurtimizda chiroyli bayramona kayfiyatda, yaxshi kayfiyatlarda yurtimizga chiroyli ne'matlarni so'rab kelishlik bizlarga nasib qilsin. Rahmat. Rahmat balam. Kattakon rahmat hoji ona. Bo'ldi. Rahmat, mayli sog' bo'linglar, bolajonlarimiz sog' bo'linglar, tan jonlaring sog' bo'lsin, umrlaringiz va rizqlaringiz bo'lib, baxtlaring ochilsin, sog' salomat yuringlar, hammalaring shunaqa safarlarga borib yuringlar. Biz ham mana esalomon keldik, sog' salomat safarlar bajarib, bolalarimizni oldiga esalomon yetib kelishlik ro'zai nasib eylasin. Sog' bo'linglar, omadlaringni bersin. Martabalar ulug' bo'lsin bola. Kattakon rahmat, salomat bo'ling. Mana Shokir aka, Xudo xolasa hoji onalar hojatlardan olib ketyapsiz. Sizning taassurotlaringiz qanaqa? Assalomu alaykum. Xudoga shukr, yaxshi taassurotimiz, xursandmiz. Shularga ozgina hissamiz qo'shganidan hammamizga ham nasib qilsin, sizlarga ham, bizga ham salomat bo'linglar, rahmat. Kattakon rahmat, salomat bo'ling, yaxshi yetib olinglar. Hozir mana hojilarimizni kuzatib yuborish uchun Farg'ona xalqaro aeroportiga yetib keldik.
Mana aziz kuzatuvchilar, xudo xolasa hoji onalarimiz va hoji tog'alarimiz aeroportga kirib ketishdi. Registratsiya jarayoni bo'lyapti. Ularga oq yo'l tilagan holatda ko'rsatuvimiz o'z nihoyasiga yetdi. Albatta bizni Vodiliy World kanalimizga obuna bo'lib, yoqtirish tugmachasini qizartirib qo'ying. Bundan da zo'r kontentlar hali oldinda doimo bizni kuzatib boring.